Mashinani orqasida kiyim turibdi. O'shani olib chiqdim. Dazmol qilib chiqaymi? Sizni qizim bo'lib turmaydi. Tezlashgan ukam. Ha bo'ladi. Xo'jayin, hozir 1 soatdan keyin hamkorlarimiz kelishar ekan. Keling shu yerga zo'r suvlarni, shikalatlarni taxlab tashlaydi-ya. Menga qara, asl erkaksan. Xingil urmagin, sal jiddiyroq bo'l. Erkak kishi jiddiy, mas'uliyatli bo'ladi. Masxarabozmisan? Aslida bunaqa odam emasman. Mani otamning yo'li. Onamlar bilan yolg'iz yashaymiz. Ustiga onam kasal. Sizni qo'lingizda ishlab, mehnatingizni qilib, onamni dorilarga pul bermoqchi. Lekin farzandingiz olamdan o'tgandan keyin ancha o'zgarib qolgansiz. Bir ikkita xodimlarni jahl ustida bo'shatib yubordingiz. Agar men bo'shasam, onamni dorilarga pul oladi. Haydab yubormang deb, kayfiyatingizni ko'tarish uchun kuldirib yuraman. Uzr ukam. Sani tushundim. Bugundan oyligini ko'tarib beraman. Yo'q, shart emas. O'zi mehnatimga yarasha olyapman. Faqat bo'shatib yubormasangiz bo'ldi. Tashlarimni qilib qoling. Меня теряла, я босиком по стеклам, бегал так упрямо. И если бы не твой милый